anginasi, limfa uzil degani o'pka sohalari buyragi degani. Tushuntira oldimmi? Bola vроде anaqa nima deydi? To'lamas, lekin achok shu turishlari, ertalab turganda achok bo'lib, ko'zlarining tagiga osilib qolishlari bu buyragidan, limfasidan bo'ladi. Tomog'ida xronitskiy bo'lib qolgan. Xo'p, ana endi ketdik. Bu yerga nimadan, qayerdan keldi deganingizga savolga javob. Virusni tushmagan. Bunda faqat ichkaridan gribok chiqyapti. Buni yaxshilab bitta oshqozonini tozalab, hazm qiladigan berganingiz o'zida mamsiliz ketadi. Eslab qoling-da. Oddiy pankreatin, oddiy anaqa laktaji, pankreatinlarni o'zida mastini davolab qo'yasiz. Hal qilasiz bu yerdan, natijani bu yerda ko'rasiz. Bu nima deydi, sekretlarida qo'pol qilib tushuntirganda, vроде bo'dida balg'am ko'payib ketyapti, lekin bu yerdan hal qilasiz. Oddiy hazm qiladigan, ichagini mikroflorasini tuzatadigan, самое главное ichini keltirib olasiz. Kanalizatsiya turbani tozalaganingizdan keyin mana momentlari ochiladi, dihaniya ochilib ketadi. Xo'p, bolachingiz shira ko'p yeyapti, oyisi. Shira ko'p. Da oshqozonida shira turibdi. Haligi to'yinib ketgan choyda shakar ko'payib ketsa, shilimshiq ko'payadi-yu, также moshlarida sliz ko'payib ketgan. Gribok, muzdek ham ichyapti. Muzdek pepsilar ichib qo'yadi. Bitta stakan pepsining ichida nechta shakar bor? 8 ta qoshiq shakar bor. Bolacha yaqinda beshikdan tushgan bo'dek, ko'krakdan tushgan o'sha pepsi ichyapti. Nilza, xo'p. O'zicha mana shu 50% pitaniyani o'zgartirsangiz, bola o'sha tez ulучшение ketadi. Mayli, qurtlari keyin, lekin mana bunaqa slizlari tez ketib qoladi. Shira ko'p yeyapti, chunki mana apparat ko'rsatib turibdi, kataralniy turibdi, и грибковое поражение bu oshqozondan. Mana achagini topib oldik. Ana endi 12 barmoqli ichagi. Ovqatni 8 soat turadi shu yerda bolani. Vitaminga, axlatga ketadigan organi 12 barmoqli ichak bo'ladi mana. Kataralniy gastrit. Yana ham bolachingizda gribokdan tashqari shira allergiya beryapti. Полный shiradan allergiya beryapti mana, kataralniy. Gribkovое поражение. Shirani naturalniga almashtiring. Ozgina asal, ozgina xurmo, shokolad o'rnlariga. Lekin bola hali tursa go'daydi, unga hali gribok. Ana endi shirinxo'rligining sababi kaprizidan tashqari, bolaligini hisobidan tashqari lyambla qurti bor. Lyambla xavotir qo'radigan ham narsa emas. O'zi odam tanasida yo'q, lyambla o'zi odam organizmida bo'ladi. Bizda hammada bo'ladi 100%. Faqat buni ko'rsatkichi ko'tarilib ketganda organizmda intoksikatsiya, zaharlanish ko'payadi. Ana undan keyin hamma yog'iga shilimshiq chiqadi. Lyambla qurti yuradigan emas. Bu bunaqa lipучий, yopishqoq. Yopishib oladi-da, bolani polniy mikroelementlarni so'rib oladi. Qonini so'rab yotadi. Ana undan keyin nevrologiya chiqadi. Lyambloz bolachada xronitskiy bo'lib qolgan gastriti asosan lyambla. Mana endi oshqozon osti bezi, haligi insulin ishlab beradigan joyi. Gribok, lyambla. Shundoq ovqati anaqa turib qolgan oshqozonida oyisi. Hazm bo'lmagan. Hazm bo'lmay turibdi. Shunchdan ham vоспаление ko'payib ketyapti bu yoqqa. Hali aytdim-ku, qarang, muammo bu yerda bo'lyapti, lekin yechimi mana bu yerda bo'ladi. Kishechnigi mana ichi. Bu yerda ham gribok ketyapti, lyamblasi bor, diskineziya, spazm ichi ham qotar ekan. Keyinchi bolanichi anaqa un mahsulot hazm qila olmayapti oyisi. Un bo'lganda, masalan, buxanka, nonli, bulochka, pecheniyli, boringki upakovka narsasi ham to'la gluten. Chips yeydimi, kireshki yeydimi, kolbasa, sosiska yeydimi, gluteni bor. Bilib oling deb bolachingizda glutenda neperevariovание ketyapti. Misol uchun kimdir qatiqqa, kimdir sut hazm qila olmaydi. Kimdir qaysidir go'shtni hazm qila olmaydi. Kimdir ko'p holatlarda nonni hazm qila olmaydi, oq unni. Bolachingizda gluten hazm qila olmayapti. Даже gluten olib tashlaganingizda bolani 3 kunda tuzatib olasiz. Shundoq nonni chiqarib tashlang, shirani to'xtating, улучшение boshlanadi. Ichini tozalab tashlash kerak. Yog'i o'sha garantированно nafas yo'llari ochilib ketadi. Chunki o'pka to'lib turibdi deb bo'ladi. Xir yo'talib turibdi. Mana endi jigari bolani. Gribok.
jigarida dimlanish bor. Hali bola kichkina, lekin jigari dimlanib qolgan. O'tqop yo'llari. Diskineziya. O'tqopida zaif bolachani. Lekin o'tqopi ham, jigari ham toza oyisi. Asosan ichigida oshqozonida turibdi. Tushuntira oldimmi? Yana qaytaryapman, haligi boshiga kelamiz. Jigar qurti bo'lmasa, jigarda muammo bo'lmasa, bolaning mana bunaqa oq dog'lari yechimi oson. Buni dermatologический oq dog', ya'ni o'sha ko'ngingizdan o'tayotgan, xavotirlayotgan dog'laringiz deb xavotir qilib qolmang. Bolada hamma yoqda gribok. Gribok bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Jigardagi muammodan ko'ra. Gribok oson. Uni tozalash. Men makroda ham gribok hozir. Kandidoz bo'lib turibdi. Bolani yaxshilab anaqa tozalab turib, gribok tozalasangiz, bu tez yo'q bo'lib ketadi. Ha. Biz ham rosa xursand bo'lamiz. Jigar qurti bilan ishlash o'zi eng qiyini. Chunki patsient tez dedi. Jigar vaqt. O'shanda biz ham o'zimizdan qiynalamiz. Tanada ketyapti bolada. Черепное давленияsi ham bor. Черепное ham bor. Bu boshdan emas, bu buyrakdan lecheniya qilinadi. Buyrakda modda almashuvi yaxshi bo'lsa, tuz yig'ilmasa, limfalari toza bo'lsa, suyak ham joyida bo'ladi. Bosh miya suyak davleniyasi черепное deydi. Buyrak orqali lecheniya qilinadi. Yo'q, unaqa baland emas. Просто spazm turib ichkaridada, hozir ham bolacha bilsangiz shamollagan paytda ham черепное oshadi. Chunki organizmda siqilish, balg'am ketyapti. Qarasha? Ozgina shpalka ham deysizga, например, balg'am yig'ildimi, bo'tga qarab emas, to'g'ri, lorga olib borasiz, birinchi yordam qilasiz, qanaqadir obработка qilasiz, lekin yechim bo'tda emas, yechim mana bu yerda. Shunda hazmni to'g'rilaysiz, ichini tozalaysiz, bir kechada mana bundan hammasi top-toza bo'lib ketadi. Ko'rasiz, o'zi yaxshi bo'ladi. Endi terini o'zini tagiga kiramiz, mana terini tagiga. Baribir bu ehtimol. Mana gribok. Я поздравляю, да. Yana qaytaryapman, bunaqa gribokda уже xavotir qilmang. No, shunaqa ekan deb tashab qo'ysangiz, yig'ilib o'sha jigarga nagruska bo'ladi-da, yo'q joydan jigar keyin dimlanishni boshlaydi. Dimlanib qolgan jigarga естественно qurt, qumursqa, infeksiya keladi-da, keyin ko'jaga berib yuboradi. Yana qaytaryapman, adashtirib qo'ymang, bolada gribkovое поражение oq dog'lari. Bolani olib kelgan, kichkinani chaqirib yuboringlar. Mana подкожный и allergiya ham beryapti. Gribkovый ketyapti. Полный gribok mana. Da, gribkovый. И anaqa oziqa yetmayapti ko'jaga. Suv berish kerak. Ha, suv berish kerak, yaxshi yog'li berish kerak. Kel Rahimaxon, qo'lingni bitta ko'ring. Kel, anaqa olib kelgan bu yerda. Yuzini olishmaydi, mana o'zini olishadi. Mana hozir men oylarga tushuntirib o'tyapman. Самое главное, mana bunaqa oq dog' paydo bo'lyapti. Что yaxshi ona внимательный, bola hali kichkina, hali 3 yosh, 3,5 yosh. Buni kechiktirib 10 yosh, 12, 18 yoshda dog'i ko'paytirib, keyin buni teri kasali degandan ko'ra, sam vaqtida olib kelganlar. Bu onaning e'tiborliligi mana bunaqa boshlanyapti. Mayda oq dog'chalar. Endi самый важный moment bu yerda, самое главное bu teri kasali, teri oq dog'i, qo'pol qilib tushuntiraman, pes dog'i bilan gribokka adashtirmaylar. Bu teri ostida gribok bu. Buni davosi oson. Buni ustidan narsa surilmaydi. Buni ichkaridan tozalasangiz, tanada o'zi bitib ketadi. Tushuntira oldimmi? Birinchidan xotirjam qolma, ikkinchidan baribir bolaga vнимание tozalab olish kerak. Bu yerda gribkovое поражение. Vitiligo emas, oq dog' emas. O'zimizdan o'zbek tilida aytadi, pes dog' deb aytishadi. O'sha mana shu yoshdan boshlanadi-da o'zi. Самое главное gribkovое поражение bo'ldi. Хорошо? No, shunaqa ekan deb tashab qo'ymang, chunki yuzlariga ham ko'payib ketadi. Gemoglobinni pastligi, ko'zini tagini ko'karib turishlari, tushunib ko'rasizmi? Gemoglobin pasayib ketgan. Hozir nafas yo'llarida, dihaniyalarida sliz to'bil turibdi, vоспаление ketyapti, gribok. Bu qiynaladi. Gemoglobin tekshirtirmaysiz oyisi. Gemoglobinni tushib ketayotgan sababini davolaysiz. Gemoglobin tekshirganingiz bilan hozir bunga qon preparat beradimi?
qon preparat haligi qurtlarni maza qilib boqadi. Banket qilib berasiz. Gemoglobin tekshirgandan foyda yo'q. Gemoglobin nima tushib ketyapti? Birinchi o'rinda qurtlar, zamburug'lar, infeksiyalar. Gemoglobin tozalab tashlaydi. Yana undan keyin keyin yaxshi pitaniya berasiz bolada. Lekin ni v ko'm случае vitamin, ni v ko'm случае qon preparat berib qo'ymang bolaga. Vitaminlarni kompleksli berish mumkin emas. Sirop, jevательный, krasитель bori mumkin emas. Bu o'limga mahkum qilish bo'lib qoladi. Endi qo'pol qilib tushuntirganda bolaga alohida mikroelement, kalsiy, magniy, omega D alohida berasiz. No, после parazitarka berasiz. Yaxshilab tozalab olasiz, keyin mikroelementlarni berib ketasiz. Bo'lmasa hozir hammasi ichkariga qoladi, keyin zastoy bo'lib qoladi. Хорошо красавица. Qo'yadi. Bo'ldi, tugatyapmiz. Xo'p. Kasi ham bormi? Заключение oyisi, nafas yo'llarida gribok bor, infeksiya, virusni emas, adashtirmang, xo'p? Antibiotik qilib qo'ymang bolaga. Oshqozonida shiri ko'payib ketgan. Oshqozon 12 barmoqli ichagida lyamblasi bor. Oshqozon osti bezida. Bular bitta sistema. Bitta tuxum qo'yganda 1000 ta, 2000 ta tuxum qo'yadimi? Bular keyin qayerda shirin ovqat bo'lsa, o'sha yerda yuradi. O'shaning uchun mana hamma yog'idagi ekan degan tushuncha bo'lmasin. Bular o'sha yerda yashaydi bular. Ichagida. Bolani yaxshilab ichini keltirib, hazmini to'g'irlab olsangiz, ketdi. Hamma narsasi joyiga tushib ketadi. Global jigar qurti yo'q. Jigari top-toza bolani, mana. O'tida zagi. Endi bu haligi o'sha hazmsizlik, asabiy, charchoq, kech uxlashlar bolada bari zagi bo'lib qoladi, lekin toza. Faqat suvsizlanyapti bola. Zamburug'ni suv orqali tozalaysiz. Buyragiga ishlab ketdi, terisi tozalanishni boshlaydi. Xudo xolisa. Teri kanasi yo'q, terini o'zida yomon problema yo'q, faqat gribkoviy поражение ketyapti. Самое главное bolani vaqtida olib kelyapsiz. 3 yosh mana boshlanayotgan stadiya. Bu chuqurlashsa, perihodnoyga 10-12 yoshgacha borsa, keyin bu boshqa kasallik o'tib ketadi. Boradi o'sha kasalligiga, faqat vaqtida qilmasangiz. Полный gribok buni. Kategorически shakarni to'xtatasiz, shirinni to'xtatasiz, искусственный soklarni to'xtatasiz. Pechenye, булочка upakovkali narsa mumkin emas. Kolbasa, sosiska. O'zi dieta degan narsa yo'q. Sog'lom ovqatlantirasiz, haligi mumkin emas. Qo'pol qilib tushuntiraman va musor ovqatda ular chiqarib tashlash kerak, хорошо? Xo'p, gribok, lyambli, gluten degani unni hazm qila olmayapti. Ularni bermayman. Berasiz. O't qobida zagib bor, asosan kishkishlikda turibdi. Ishdan infeksiya. Muzda ichmasin o'zi. Neza. Mumkin emas, muzda ichmasin, xo'p? Bu lecheniya dori-porilar hozir ichadimi? 5 kun olib kelasiz. O'zi eng kam programma 5 kunda klinikada. Turgan slizni yuvib beramiz, oshqozon yuviladi. Ichaklarni klizma qilib tozalab tashlaymiz, qondan tozalaymiz. Kumush tilla bor. Mana makrotani, gribokni qondan tozalab tashlaydi, kumush tushib ketadi. Lekin bu to'liq lecheniya emas. Biz eshiklarni ochib, axlatlarni tozalab, predparazitарная подготовка. Organizm tayyorlab olamiz, 30-40% tushadi. Lekin keyingi etapi uyda davom ettirasiz, o'zini dorilari bilan. Ichkaridan chiqaveradi. Xo'p? No, самое главное питаниeni to'g'rilaysiz, xo'p? Qo'pol qilib aytganda, mana bu yerni tozalab olamizda, yana kimdir o'tirib chiqayotgandek bo'lib qoladi keyin. Осложнение bo'ladi. O'zi ona bola kola bilan chips kirishgan to'xtatsanglar, o'zida ham achib ketadi. Bolalar ham anaqalari ketib qoladi. Xudo xolisa. Tak. Детский suvni ichsa yaxshi bo'ladi. O'g'illarni olib kiraveringlar. Ha, olib kiraveringlar. Anaqalari bo'lsa, telefonsiz bo'lmasa amaliyotni bombardimon qiladi. Kel bolam. Kel. Kel jonim. Kel.
Yo'q, bolajon, ke qo'rqma. Qani, oting nima? Hali 3 yosh. 3 yaptimi? Kel, amki o'tiramiz, kel. Hoppa, bu ham muzlikni ichyaptimi qo'shib olib. Opasi nima yesa shuni yeydi deb ham ketidan qolmasdan. Shuning uchun nasliy kasal desa men ishonmayman deb. Xo'p, familiyasi nima oyisi? Mushilzoda. Muxtor xo'ja. Xo'p, to'liq yosh oyisi. 3 yosh. To'ldi. Orasi yaqinmi shunaqa bularni? Xo'p. Tak. Familiyasini qaytadan aytib boring. Zoda. Ismi? Muxtor xo'ja. Muxtor xo'ja. To'liq 3 yosh. Yo'q, necha anaqa syomka qilib olamiz. Pasaytirib qo'ysamchi? Past qilib qo'ysam. Bo'ladi, yo'q, unaqa tursin. Hozir snimkani to'liq qilib ololmayman deb dodlab tashlang. Qarang, oyisi. Опять же, birinchi o'rinda bolani nafas yo'li tekshiriladi. Adenoidi, o'sha nafas yo'llari, iskribleniya bormi, yo'qmi, buni ko'rib olamiz. Hali aytganimdek, bosh miyada kislorod yetishmovchilikdan ham bolada nevrologiya bo'ladi. Uni nevrologik kasallik deb qarab bo'lmaydi. Просто yetishmovchilik ketayotgan bo'ladi. Bu milklariga, tomog'iga, nafas yo'liga ta'sir qiladi. Shuning uchun buni обязательно ko'rib olamiz. Xo'p? Xo'p, ana endi ketdik. Oshqozoni 12 barmoqli ichagi, bu уже standartniy tekshiruv, kishechniklari, jigari va o't qopi. Bolachingizni nasoglodkalarini ko'rib beraman. Nafas yo'llarini, bu yerda o'sha ketayotganini. Xo'p, bolacha o'g'il bola обязательно muzqo'y organi tekshiriladi. Chunki bo'lganmi? Nima bo'lgan? Tushmagan, ha? Qarang, bolada vоспаление bo'lgan paytida nafas yo'lida nima problema bo'lsa, sidu yo'llarida ham bo'ladi. Chunki bular chiqaruvchi organlarda, выделительный organ deyiladi. Bu yerda chiqayotgan makrota, sliz, vоспаление sidu yo'lida ham. O'g'il bolada sal qiyinroq bo'ladi, chunki qiz bolaga nisbatan fiziologiya boshqacha. Sidu yo'liga tuz kelib qolsa, qo'li bilan teyaveradi, achitaveradi, yo'q joydan yig'layveradi, kapris qilaveradi. Kestirgansizlar? Men baribir anaqasini yechligini ko'rib beraman. Operatsiya u kerak. Birinchi yordam uchun kerak. Bolaga yordam berib olish kerak. Lekin operatsiyadan keyingi holat muhim. Yana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun, muzqo'yda qanaqadir problema bo'lmasligi uchun bolaning organizmi sog'lom bo'lsa, o'zini o'zi tiklab ketadi. Tushuntira oldimmi? Ana endi ketdik dальше. Qonni tekshiramiz обязательно. Badanida toshmalari yo'qmi? Yo'q, unda yo'q. Taqdizi zilol nigoh diyori. Alo qilamiz. Alo qilamiz. Mana endi o'tirmasam Ha, oldiga o'tirib olvering. kel jonim, kel. Yo. 3 yosh bola hali tili chiqmagan. Voy. Bo'ldi. Mamani yoqib beringlar keyin xo'p. Buchi anaqa kattalarning licheniyalari. Chetroq. 5 kun tozalab, ichaklari klizma qilib tozalanadi, oshqozonni yuvasizlar, o't qop yo'llarini yuvasizlar, и kapelnitsalar. Qolganini tushuntirib berasizlar, xo'p, полностью. Обязательно suv bolaga, xo'p, suv ichirasizlar. Ana yaxshi bola ekan-ku, yig'lamas ekan. Kattaning tili yaxshi chiqqanmi vaqtida? Bu ham o'zi
anaqa endi yaxshi gapirishni boshladi. Endi lekin o'g'il bolada xavotir qilmaysiz. 5 yoshgacha sekinroq chiqadi qiz bolaga nisbatan. Srazu vahma qilib, xavotir qilib, dori darmon qilmasdan ozgina o'z holiga ham qo'yish kerak-da. Chunki fiziologiya boshqacharoq o'g'il bolada, sekinroq rivojlanadi-da, nutqi. Sekin rivojlanadi. Sekin keyin o'shanda o'zi yo'lga tushib ketadi. Самое главныйsi-chi, telefondan ko'ra bolani barmoq uchlari ishlab turishi kerak. Shundacha tili tez chiqadi. Qo'nchiqlari ishlasa, bunga Lego olib berasiz. O'yinchoqlarni buzib qurib, risovaniyalar qilsangiz, barmoqlarni uchi ishlaydi-da, qo'nchiqlari ishlasa, bosh miya ishlashni boshlaydi. Men har doim birinchi o'rinda tabiiy yo'l tarafdoriman-da. Dori bersangiz-chi, babi blokda ular, blokator. Miya faoliyatini baribir sekinlashtiradi ular. Parazit tekshiruv, kerakli oziqa mikroelementlarni bersa, bola o'zi rivojlanishni boshlaydi, sekin-sekin. Laklaring kim surib qo'ydi? Buncha chiroyli laking. Uni yuvib yurgin, xo'p qo'llaringni. Bo'ladi albatta, nima bo'lmaydi. Hozirgi zamonaviy eng oxirgi innovatsion apparatlardan bittasi bu. Bu tekshiruv O'zbekistonda 18 yildan beri bor, lekin ming afsuski, hozir oxirgi 3 yilda endi ruxsat berishdi bu apparatlarni qo'yib lecheniya davolash mumkinligini. Bu apparat ichida 40 ta vrach o'tiradi. Butun tanani hujayra darajasida tekshiradi. Qo'polroq qilib tushuntirganda, oddiy odam tilida tushuntirganda, bu ichki zikrni o'qiydi, ichki vibratsiyalarni o'qiydi. Bilamizki, parazitlar, zamburug'lar, infeksiyalar hammasi bular живой bakteriya hisoblanadi, tirik mavjudot hisoblanadi. Bularning o'zini zikri bor, o'zini vibratsiyasi bor. Devori hammasini qop-qora qiladi. Ana o'sha narsani bu to'lqinlar orqali organizmni izuchat qilib bu yoqqa oladi. Kompleks tekshiruv hisoblanadi. Laboratoriya tekshiruvlaridan, qondan, axlatdan farqi, qonda hamma analiz ko'rib bo'lmaydi. Mingta analiz topshirganinglar bilan u o'ta natijani ko'rsatadi. Apparat jarayonni ko'rsatadi. Hali yetib kelmagan natija, lekin jarayonni ko'rsatadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, 200 xil parazitni laboratoriya bu ilojsiz laboratoriya исследование tekshirib bera olmaydi. Shuning uchun hozir mana shunaqa apparatlar chiqqan. Hamma tur parazitlarni eng muhimi qaysi organda joylashganini apparat ko'rsatib beradi. Axlat topshirganda laboratoriyada olingan analizdan bu 100 chandon mukammalligi. Laboratoriyada axlatdan faqat orqa teshikdagi axlat analiz ko'rsatadi. Ko'rsatsa lambla ko'rsatadi, ko'rsatsa astritsa. Eng mukammal laboratoriyada askariyda ko'rsatishi mumkin. Lekin bosh miyada, ko'zda, nafas yo'llarida, yurakda, jigar, o'tqoq, ichki organlarda, teri ostidagi parazitlarni laboratoriya ming afsuski ko'rsatib bera olmaydi, aniqlab bera olmaydi. Topshirganda ham uni o'zini periodi bor. Holda borib analiz topshirganinglardagina mukammal tekshirish mumkin bo'ladi. Uning uchun ming afsus bizda reaksivlar yetishmaydi. Laboratoriyalarda hozir juda ham tajribasiz, ko'p laboratoriyada tajribasiz laborantlarimiz ishlashyapti. Haqiqat bilan topshirilgan analiz bilan organizm ko'rinishi analizlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Xavotir oluvdingiz, yig'lamayapti ham yaxshi. Yonida bo'lishim kerak. Bo'ldi, samim qiladi. Bo'lsam bo'ldi bunga. Kreditski? MRT, UZD, EKG, EH apparatlardan farqi, u apparatlar oxirida natijani ko'rsatadi. Bu
ko'rsatadi. Уже опухоль, kista, onkologiya, og'ir kasallikni oxirida bilgandan ko'ra oldinroq ketayotgan holatda bilsa, davolanish osonroq bo'ladi, oldini olish osonroq bo'ladi. Чем уже kech bo'lib, pozdno bo'lib, уже onkologiya, kista, o'simta deb bergandan keyin bitta narsa bor, UZD apparatini tekshiruvlarida kelishadi. UZDda chiqmadi, UZDda bunaqa bo'ldi. UZDda aniq qurtlarni ko'rsatmaydi. UZDda faqat qobig'ini ko'rsatadi, plyonka qilib ko'rsatadi, оболочка holatda ko'rsatadi. Uni tosh deyishadi, kista deyishadi, o'simta deyishadi, opухоль deyishadi, lekin 99% qurtlar bo'ladi. Shuni adashtirish kerak emas. Naushnikni chetga qo'yib qo'ysangiz. Bo'ldi, olib oldingiz. Qani bolachani olib keling bu yoqqa. Keling, oyog'ini bu yoqda kiydirib yuborasizlar. Kel bolacha. Kel. Qani, oting nima? Oting nima sani? Oting nima? Mana boladagi nevroz holat. Telefon umuman qo'lidan tushmayapti. Xafa bo'lmaysizlar, bitta olamiz. To'xta. Mana. Bola hali gapirmaydi mana. Естественно, telefon. Nima deb o'ylaysizlar? Nevropatolog ishimi, boshqanimi? Eng avvalambor oldin sababini ko'rib olamiz. Bosib bordi. Assalomu alaykum. Mana o'g'ilchangiz. Zilona diyor qo'yib yubora qoling tez-tez. Sim qo'ymagunicha ko'rsatmaydi-ku. Mana oyisi. Естественно, gribok ketyapti. Gribkovoy поражение, kandidoz, ha. Bu o'g'lingizda adenoid ishib turibdi. Adenoid mana. Bilamiz, adenoid bu adenoid bo'tdi. Tushundira oldimmi? Haligi yechnik deyotgan problem bu limfa qon tomirlariga bog'liq. Buyragiga, murskoy organiga, mana mamtiga kichkina beshcha bo'ladi, o'zi chiqib qoladi, ana o'sha adenoid ham ishib turibdi. Endi bu degani qarang, adenoid momentda vaskuliniyasi, infeksiyalari, muammo shu yerda turib, agar nevrologik lecheniya qiladigan bo'lsangiz, 10-20% ta'sir qiladi, 100% emas, chunki kislorod o'tmayapti bu yerdan. Gribok bosib qolgan. Unda plesing, gribkovoy поражение ketyapti. Dальше ketdik, oshqozoni mana. Bu yerda ham gribkovoy поражение, lekin qizingizga nisbatan shira kamroq o'g'lingizda. O'g'lim shira ko'p yeydi. Katarak chiqyapti, no gribok bo'lib qolgan mana. Griboklarni nima boqadi? Shira boqadi, un boqadi. 12 barmoqli ichagi. Lamblyoz, kataralniy gastrit askarida chiqdi bo'ladi mana. Askaridoz bor o'g'lingizda. Askarida haligi xavotir qilgan qurtingiz 10 santimetrdan 40 santimetrgacha o'sadi. 1 yildan 5 yilgacha tanada tuxum tushadi, sekin o'sib boradi. Bu birdaniga qurt bo'lib qolmaydi. Askarida birinchi o'rinda nevrologiya, nutq rivojlanish orqada qoladi. Askarida tuxumlariga ta'sir qiladi. Askarida butun tanada yuradi. Qattiq shirin ovqat bo'lsa yuradi. Даже ichaklarni teshib qo'yish holati ham bo'ladi, yurib boradi. Askaridada endi sizlarga emas, men umuman aytayapman, askaridani xarakteri shunaqa. Ayollarda eroziya miyoma endometriya, erkaklarda har xil murskoy problemalarni olib kelishi, quvvati tushib ketishi, boringki bolalarda adenoid o'sishini birinchi sababi askarida bo'ladi. Askarida. Unda askaridoz o'g'lingizda. Qurtlarni yaxshilab tozalatsangiz 3 oy ichida bola gapirishni boshlaydi. Sirazu natija bo'lmaydi. 1 oy yaxshilab tozalab olasiz, keyingi oy yaxshi oziqalarni berasiz, bosh miya faoliyatiga, jigariga, organizmga kerakli mikroelementlarni berasizda, ana undan keyin 3-oyda immunitetiga ishlaysiz. 3-oyga borib bolada уже rech развиваться qiladi. Tozalab olasiz, tiklab olasiz, keyin oziqlantirasiz. No ni в коем случае bolaga nevrologik dori mumkin emas. Nilza. Askaridan tushiring, 90% manaqani muammoni hal qilgan bo'lasiz. Хорошо? Askaridoz o'g'lingizda.
Hali kichkina bolacha, lekin askariyda. Rivojlanishi kech bo'lyapti. Rivojlanishi shundan bo'lyapti. Ichi qotar ekan u buni. Ichligi yaxshi keladi lekin. Mana gribok. Necha mahal keladi? Gohida 2 mahal keladi, gohida 1 mahal keladi, lekin har kuni keladi. Lekin bu bolacha misol uchun yedi kaka qilish kerak. Bir kunda 3 mahal hech bo'lmaganda yumshoq kashabrazda bo'lishi kerak. Yedi kaka qildi. Хорошо? Gribok, lyambli bor. Mana askariyda. Rech развиваться qilolmayotgani, nutqini rivojlanmayotgani birinchi sababi askariyda. Yaxshi nevropatologlar, yaxshi boring mutaxassis pediatrlarni qiladigan anaqasi birinchi o'rinda parazitarka. Birinchi gijjalarni tushirib olasiz, ana undan keyin haqiqiy anaqasini lechение qilasiz. Mana askariyda явный. Boshqa tarafga qarashga ham hojat yo'q-da, уже kishechligida. Mana jigari, lekin bola o'g'li slabiyroq ekan. O'g'lizga nisbatan jigarida dimlanish ketyapti. Mana jigarida askariyda, hoppa. Mana jigarida askariyda. Jigarida ham bor. Jigarida askariyda bolani o'sha hozirgi o'sha 3 yosh bo'lyapti, lekin sekin tili unaqa chiqmayapti deylik. Rechniy развиваться. Mana jigarida buni. O'g'lingizdan nisbatan, qizingizga nisbatan o'g'lingizda unaqa slabost, o't qopi zagib mana. Astritsiyasi bor. Unaqa xom suvni ichib, unaqa qilib qo'ymaydimi? Lekin ko'p suv ichadi. Filtr suv ichadi. Filtr suv ichadi faqat. Chistiti bor ekan. Ko'p siyadi lekin. Mana askariyda bulbulida ham. Bulbulida ham bor. Mana bulbulida ham askariyda. Tuxumi anaqa qilmaganligi ham, o'sha qiynalgani, tushmaganligi ham mana askariyda, bulbulida ham turibdi. Mana askariyda, явный askariyda. Shuning uchun ham tistit beryapti. Bulbulning ichiga tuz yig'ilib qolishi, tez siyishi, achitishi, qo'li bilan qichib teyishi, uyqusida ham qo'li bilan tiyib qo'yishlari, uni tistiti bor, lekin mana askariyda, явный askariyda. Даже anaqa bo'lyapti, varikotseliy beryapti. Mana. Qon yaxshi aylanmayapti. Varikotsellisi ham hali 3 yosh, ko'rasizmi уже. Bu buyog'iga problemaga poydevor bo'lib qoladi-da. Переходной возрastda, katta bo'lganda, balog'atga yetganda problemasi chiqib keladi. Xudoning o'zi asrasin, lekin mana askariyda. Qani hozir askariydan olsa-da, jo'tda lecheniya qilsak tushadimi? Конечно, tushadi. Varikotsellisi bor oyisi. Nima u? Shu anaqa yechniklarda qon yaxshi aylanmayapti. Tushga tushgan, lekin qon yaxshi aylanmayapti. Bu mana bu yerdan bo'lyapti. Tuz yig'ilib qolgan. Xo'p, заключение. Аскаридоз, аскарида лямбля и полный грибковое поражение. Askariда jigarida bulbulida ham turibdi. Tuxum qo'ygan bular. Rosa qichitadi bular. Bezovta qiladi. Ishib qoladi, tuz yig'ilib qoladi, qizarib qoladi. Shundan bo'ladi. Askaridoz. Bolani 1 oydan 3 oygacha polniy nazoratda ushlaysiz. Bizlar ham nazoratda bo'ladi. Birinchi o'rinda pitaniya oyisi. Hamma upakovka narsani to'xtating. Un mahsulotlarini to'xtating. Hammasini tabiiy ovqatga. Qiymali. Qo'y go'shtidan qiyma qilasiz, ozgina dumba solasiz, bolaga kotlet, tiftel ovqatli, suv ovqatli, suv pyurelarga o'tkazasiz. Хорошо? И telefonni olib qo'ying. Telefon o'zi bermayman, faqat bunaqa joylarga, jamoat joyiga kelganlar berishga majbur bo'lsa, bashi anaqa qorani buzib tashlaydi. Uyda umuman bermayman. Bog'chaga boradi, bog'chadan keladi. Buni kapinchalarni qanaqa qo'ysa bo'ladi? Unaqa beradimi? Qo'y beradimi? Qo'y beradimi? Olgan kapincha. Telefon bilan yotadi, faqat shuni faqat anaqasi. Kapincha o'sha ko'rib yotadi keyin. Bolangizgacha toza kumush yozaman deb oysa. Toza kumush ichirasiz, хорошо? O'g'lim sog'lomlik yurma qizimga qaraganda. Yo'q, уже anaqa-ku, aniq-ku.
Shu bu yoqqa qancha vaqt qatnaymiz? 5 kun. O'g'limga ham 5 kun. Keyin tekshirtirgan. O'g'lingizga 7 kun. O'g'limga 7 kun. Anaqasi bor-da, kapelnitsalari bor-da. Qizingizniki 5 kunda chiqib ketadi, yaxshi xudo xolisa. Qani shu lechalar tugagandan keyin yana bir yana tekshirib. Rovna 1 oydan keyin. 1 oydan keyin olib kelasiz. Chunki 1 oy vaqt beramiz. Organizm tozalanib meditsinada aniq qilinmaydi. No bu tabiat. Mana mes narsa bor-da, 20-30 organizm to'liq tozalanadi. Undan keyin vaqt beriladi tiklanishi uchun. Qo'pol qilib og'i degan narsa bor. Vaqt beramiz ozgina. Хорошо? Keyingi oyga men nevrologik dorilar yozib beraman. Boshiga nevrologik bo'lganda oziqa, ovqat yozamiz. Хорошо? Hozir emas. Hozir emas. Men unga vitaminlar berib yotibman, nevrologik dorilar berib yotibman. Здравствуйте, Новый год. Здравствуйте. Vitamin degani vitamin 1,5 yoshdan beri ichadi. Vitamin degani bu gijjalarga, parazitlarga banket qilib beribsiz degan. Yaxshilab ularni o'stirib boqqansiz. Endi o'zingiz ayblamaysiz, siz ham bilmagansiz. Bolaga yaxshi bo'lsin degansiz. Bolam miyasi orqada qoldi deb, ishlaysizmi, uydamisiz? Молодец. Bolani-chi? Bitta zo'r bitta choy qoshiq chiya solasiz, bitta choy qoshiq asal solasiz. Ijodsiz. Gapiravering. Anaqa qaytaraman 150 gram kefir, kechqurun tayyorlab qo'ying. 300 gram oling, yuboring 1 litr, o'zingiz ham ichasiz. Kishi boshiga bolachangizga choy qoshiq, sizga osh qoshiq. Chiya solasiz. 5 kishi bo'lsa shunga Qizimga ham bering. Qizingizga ham bering. Chiya ichida hamma omega 3, omega 6, omega 9 bor. Kletchatkasi bor, mikroelementlari bor. Ichini sho'r tozalaydi. Chiya solasiz, 3 ta banan soling yoki malina soling. Choy qoshiqda asal soling deb aralashtiring, kechqurun kuxnyada qoldiring. Tursiz, bu ishgan bilan nafaqa chiqadi, 150 gram olasiz, yogurt qilib yedirasiz. Ham sizga zavqli bo'ladi, ham bolani kishishniki tozalanadi, ham tomatini tayyorlanadi. Kolbasa, sosiska tuxumlar yemaydi unaqa narsani. Boringki kashani ham yegiz keladi, o'g'illi, lekin yogurt tayyorlaysiz, maza qilib. Malinkalar solib ichiga solsangiz, anaqa blender qo'rsam. Blender shart emas. Blenderchi suv bo'lib ketadi. Anaqa yogurt ishadi. Xotirjamsiz, bola zavqli keldi. Xonasini ovqat yedi, hisobida. Ana undan keyin ko'pda o'shirib berib, obedda anaqasini beradi. Salomat bo'lasiz. Bolani o'g'lingizga yetib, qizingizga bering. Qachon kelamiz? Administratsiyada registratsiya qidirasiz, qachon kelishingizni yozdirib qo'yasiz. Nima savolingiz bo'lsa, Telegramdan yozsangiz, tushunmaganlar uchun Rahmat. Bo'ldi, bermaymiz hop. Vitaminlarni ham. Ha. Kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Süleyman, ikisi geldi. Assalamu alaikum. Maqulga tushundingizmi yo'q? Assalomu alaykum. Men senga multfilm qilib beraman. Qildisan. Voy, aldoqchi.
Ne telefon kerak bo'lsa. Ko'prikni qalaba ko'radi. Doktordan oti nima? Muhammad Solih qani? Voy mujizali odam emassan, kim xafa qildi seni? Voy Andijonga xafa qildimi? Siz xafa qilmamizku. Xo'p, oyisi eshitaman, nima bezovta qilyapti? Shu kechasini shuni o'tirichi. Familiyasini Muhammad Solih. Hozir 4 yoshga chiqibdi. Qara, hech narsa qilmaydi. Qara. Vaqt uchta bir registratsiya qilganman. Xo'p. Javobalar shig'irchilyapti. Ilk taklifni. Oxirgi marta nima uchun oldingiz? Gijjaga, sho'malashga, shu o'tgan anaqa o'sha doktor yozib bergan, yozib bergan nechayam yosh kattalar borishadi. Bolachalarni o'tdinglar. Bo'ldi ketadi. Qorni ochib ketgan, ozgina o'rnatib berib yuboring bola. Qani oyisi. Birisdagi tekshiruvdan oldin tekshiruvda oldinmas. Tekshiruvda birinchi o'rinda nafas olish shaklari bo'ladi. Adını ana undan keyin oshqozon tekshiriladi. 12 barmoq ichiga oshqozon ostidagi ichiga jigari o't qoqadi. O'zi tug'ilganmi bola? Operatsiyalar bo'lmaydimi? Doim ichadigan dorilar yo'q. Nevrologiyasini bitta boshini tekshirib o'tib ketamiz. Bosh miya faoliyatida. Kislorod yetmayapti, gemoglobin tushib ketganmi, qanaqadir gipoksiya holati bo'lsa ham asabiy, charchoq, ruhiy holat o'zgarishlar nima qilib ketamiz. Shu qizlar apparatga ulaylar. Yo'q, Qizlar shu apparatga ulaylar. Yo'q, senga hech narsa qilmaymiz. Mana qo'yib bermaydi. Hozir. Asoratlari, simptomlardan ko'ra sababini tushunib olsangiz tez bo'ladi. Nima degan kompensatsiyalar bo'ladi?
bo'ldi? Hammasi bo'ldilar. Oxirgisini oldim. 15-20 dam olsinlar. Kichkina hojatga chiqib, masalan 15-20 dam olganlaridan keyin keyin ko'chkiga olib kirasiz. Vaqtida bilan yeting ko'chkani tayyorlasinlar. Ular biroz oshirdi. Qarab, hamma narsani tayyorlab olib kelinglar. Bo'ldi, ha. Vaqtida bilan chaqirib oling. Har bitta qimirlagan tutundan informatsiya bo'lgan kodlardan aurasini tekshiradi, energetikasini ko'radi. Vaqtida informatika ruchka tayyorlab, o'sha xonani juda tayyorlab, anaqaga X tolasini qaragani. Hop, X soniyada xonani komfortli qilib qo'ying. Choy, suv choylarni olib kirib, hop. Limonilar bo'lsa, limon choy qilib qo'ying. Endi yarim soatlarda kiradi, hop. Mana telefon epidemiyasi qachon to'xtagan? Urushochi yemagin, mana telefon tutgan bolalar qachon to'xtadi? Mana onalarga nisbatan but ko'tarsam kerak, urush ko'tarsam kerak. Telefon ishlab chiqargan emas. Jim beradi, telefon Jim beradi. Sizlar nima qilasizlar? ishni qolaman. Ishingizni qolasiz. Bizni ham bitta bola katta qildik telefonsiz. Oysiz, oyijon shaqqa, adajon shaqqa. Iltimos qilib Yo'q, bermasdim. mana telefon ishlab chiqargan emas, onalarga buni ko'taraman. Telefon to'xtatinglar. 6-7 yoshi boradi, 9 yosh patsient yotibdi-da. Ham planshet bo'ladi, ham telefon bo'ladi. Umar, ziylik qiladi. Hamma yoq masha video endi kulib gapiramiz ham hozir nafas yo'llarini, bilaklarni, atrofini, nasogotkalarini ham ko'ramiz. Men bu doim qayta shumolyapti. Men qo'l vоспаление, ko'p antibiotiklarni turpo olingan antibiotikka asoratini kishishlikda 4 oylik tiklanadi. 4 kundan antibiotikka kelib, ichak orqali boradi, qondan so'ralib, ichadimi, o'q oladimi antibiotik. 4 kunlik antibiotikka 4 oyda biz ichaga tiklab olamiz. Shunaqada o'z biologiya shunaqa yaratilgan. Har anaqada antibiotikka rujuk qilganlar borda, qayta bir hafta olishadi, 10 kun dam oladi, bir oy ichida 3 marta antibiotik olishadi. Kishishlik buzildimi? Bo'ldi, ichak buzildi, problema ketaveradi. Problema. Bunga befalat ichib turaman. Ichib turasizmi? Antibiotik bilan baravar Yaxshi, mikroflorani tiklab turish kerak-da. Bo'lmasa mikroflora buzilsa, disbakterioz boshlandimi, shamollash beskонечно bo'laveradi. Unga qo'shilib polni nevrologiya bo'ladi. Nevrologiyaga qo'shilib tanada oziqa yetishmaydi. Oziqa yetishmaydi, bola yaxshi o'smaydi. Sipochkada zanjir bir-biriga ulanib ketib qoladi. Shuning uchun problema bo'ldi, lekin yechimi bo'ldi. Problema bo'ldi, yechimi bu yoqda. Problema terida, yechimi bu yerda. Hamma mana bu yoqdan qidiradi, lekin yechimi bu yoqdan keladi, ichkaridan chiqadi. Bolani o'smasligi, yaxshi ovqat yemasligi, boshqa qilishi bu ham hammasi ichidan chiqib keladi. Unga boramiz, antibiotik, allergiya dori, nevrologiya dori, yana boshqa dori, yana hozir epidemiya, onalar bola kasal bo'ldi, vitamin ichiradi, bolam baquvvat bo'lsin. 1% bolaga 99 haligi gijjalarga banket bo'ladi. Yaxshilab ularga ziyofat qilib beriladi. Vitaminni yeb oladi.
Ana keyin javobiga yaxshilab silish chiqaradi. Balg'am chiqaveradi, lekin hech kim yetib bormaydi. Shu vitamin ichirganimdan degan narsa yo'q-da xayolda. Chunki u ayblaman bo'lmaydi, chunki bilishmaydi. Vitamin ichirsam bolam vaqt bo'ladi deb o'ylaydi. Bu eng katta grubiy ошибка. Gijjalarni yaxshilab boqgandan keyin, ana undan keyin bular bittasi 10 ta, 10 tasi 100 ta. Bitta tuxum qo'yganda mintadan 3 mintagacha keyin tuxum qo'yib tashlaydi. Ular razmnojatsiya qilib ketadi, ko'payib ketadi. Ularni keyin katta qilib boqamiz. Vitaminlarni berib organizmda polniy keyin banketni zal. Поздравляю вас. Yaqinda vitamin bergansiz. Yana siropli bergansiz. Bermadim. Anaqa vitamin A, D, E. Bu ham ta'sir qiladimi? U ham yaxshi. Qancha bor ekan-ku. Boshqa vitamin bermadim. Mikroelementlar yaxshi, alohida. Lekin o't qopi zagib bolaga D vitamin, A vitamin so'rilmaydi. O't qopi yaxshi ishlasa, bolada nima bo'ladi? Mana endi boshladik. Kiydiravering. Oshqozoni tez priznavatsiya qiling. Nima shira yeydi bola? Shirinli. Polniy shira bo'lib yotibdi. Bolangizda infeksion emas. Sizdan oldingi oyda bolachada ham shunaqa edi problema. Antibiotik mumkin emas. Bolada gribok bu bir. Antibiotiklaringizni hammasi gribok, yana battar organizmda zaharlanish, bolangizda allergiya ketyapti, shiradan allergiya ketyapti. Haligi tomog'i, nafas yo'llarida yallig'lanish bu shiradan bo'lyapti. Tushuntira oldimmi oyijonisi? Sun'iy shakar, shokolad, marmelad, yana bilmayman nimalar, hammasi mashlariga chiqib yotibdi bolam. Kataralniy gastrit mana. Ikkinchi gastrit, gribok, lyambli. Bolada askaridasi ham bor. Askarida bor, nafas yo'llarida doim problema bo'ladi. Adenoid teshaveradi. Tushuntira oldimmi? Qo'shimchasiga zreniyaga ta'sir qiladi, qo'shimchasiga nervga ta'sir qiladi. Askarida qurti bitta tuxum qo'yganida 1000 tadan 3000 tagacha tuxum qo'yadi. Baliq ikrasini ko'rganmisiz? Baliq ikrasini mana qilib bijir tuxum qo'yadi. Keyin bunga shira berasiz, ishadi, vitamin berasiz, yana ko'payadi. Haligi chips, kireshki, mireshki, pecheni bularni boqadi. Uni hozir chips kireshkidan ancha teganda, unaqa ko'paymi oxir payt? Qancha yeydi? Yo'q, oxir payt anchadan beri bermayapman. 3-4 oydan beri-ku. Lekin tvorojniy desert bor-ku. Lekin shira. Mana 3 yosh bola lyambli bor, askarida bor, plus zamburug'i bor. Zamburug', gribok. Yana qaytaryapman. Virus tushsagina tashqaridan xavfli qanaqadir virus tarqab, uni nima deydi, bir havo orqali tushadi. Shunaqa bo'lgandagina срочно antibiotik qilish kerak bo'ladi. Lekin bolada infeksionniy, kishechniy infeksiyaga eng katta grubiy ошибка antibiotik mumkin emas. Mumkin emas. Bolada allergiya, pishvoy allergiya, lyambli, askarida, oshqozon osti bezida ham turibdi. Mana o'shaning uchun ham bolada nevrologiya. Jigarida dimlanish, mana jigarida askarida. Xoh ishonmang. Buni qaysi vrach inkor qilsa qo'rsin, jigarida askaridasi bor. Bular xohlasa kiradi, xohlasa chiqadi, xohlagan joyida yuradi. Bular shirinxo'r. Tushuntira oldimmi? Jigargacha chiqadimi? Nega kirmaydi? Yuribdi, xohlagan joyida yuradi. Tasavvur qila olmaysizlar. Bitta joyda bitta dona qurib turadi deb o'ylaysizmi? Tuxum qo'ygandan keyin bular mazza qilib o'sadi. Shuning uchun bolalar rivojlanmayapti, yaxshi o'sib ketmayapti. Boshqa kasallik. Mana hozir sizdan oldingi bola 3 yosh bola. Tili chiqmayapti, tuxumi tushmagan. Operatsiya qilishgan уже. Bolada varikotsella 3 yosh bola. Gribok. Qo'lini ko'p teg'izyaptimi bilbilaga? Kestirib yuborasizlar. Срочно kestirasizlar. Bolada zastoy. Adalarim tashqarida gipogenizm mana. Bola qo'li bilan ko'p teyapti. Xohlasangiz chaqirsangiz aytaman. Chiqmagan hali. Что? Chiqazolmayman.
Yo'q. Adasini chaqirib bor. Adasi. Qaravoring adasi. Kel. Assalomu alaykum. Voy. Nima bo'pti? Buni qachon uylantirasiz? So'rasi. Tayyor o'zi. Yetilib qolibdi-ku. Qachon chuchukasi qilamiz buni? Srochna. Pampersni yechish kerak. Bilasizlar, o'zingizlar ham bilasizlar. Bunga mutaxassis shart emas. Srochna pampers yechinglar. Havo isib qoldi. Ishtoniga qisib qilib tashlasin. Yuvurasiz, almashtirasiz, bir oyda esdan chiqib ketadi. Birdan srochna kerak. Bola qo'li bilan ko'p teyyapti. Ham qichityapti, ham zastoy bo'lib qolgan, ham askaridasi bor bolani. U tushuntirib bera olmaymiz. Erkaklar tushunasizlar, qo'li bilan ko'p teyyapti. Og'riyapti, joni ham og'riyapti. Kechqurun uyqusi shuning uchun bezovta, shuning uchun ham asabiy. Даже hozir shundan chiqib to'g'ri borib xatna qilib yuborsangiz ham bo'ladi. 50% bolani lecheniya qilgan bo'lasizlar. Lekin askaridoz bo'ladi. Mana bunaqa qurt yuribdi, uzun yuradi. Jigarida. Qanaqa chiqasi bo'ladi? Uni tozalab, sekin-sekin, shirinxo'r bola. Polni shira yeb yotibdi. Kategoritskiy shirani to'xtatasizlar. Xurmo yesin, magiz yesin, ozgina tabiiy narsalar yesin. Mevalar berasiz, mavsumiy, bananni ko'p emas. Lekin hozir birinchi qiladigan ishinglar buni qilasizlar. Kestirasiz. Chunki mana qo'li bilan ko'p teyyapti. Gipogenizm deydi-da, o'zini o'zi anaqa qilib qo'yyapti-da, zo'riqtirib qo'yyapti mana bola. Tuzlari ham bor. Tuz yig'ilib ketgan. Zamburug' ham yig'ilib ketgan. Dajacha buni xatna qilsanglar, bunichi siyishi tezlashadi. Bola shunda o'sishni boshlaydi. Yuzidagi ham qizillari ham ketadi. Nafas yo'lida turgan anaqa griboklari ham, mog'or ham siydo orqali chiqib ketadi. Chunki o'zi asosan axlat bilan ketadi, siydo bilan chiqadi, tanali infeksiya. A u yerda u yana siqilib turibdi-da, plus qo'li bilan tegib asabiga teyyapti. A bu kechqurun bezovta bo'lyapti-ku. Chunki mana qo'li bilan teyyapgani yavni o'zini o'zi zo'riqtirishi, sistit, tuz yig'ilib qolgan, uchiga tuz kelib qolgan, zamburug'i bor mana. Biz qarovsiz qolib ketganda o'sda o'tirib ketganda. Yo'q, qo'pol qilib qarovsiz qolmagan. Vaqti kelib bo'lganda уже bola уже 3 yoshdan ochyapti. Pampersni kategorически yechish kerak. Chunki bolam уже rech развиваться qilish kerak-da, kaka qilaman, siyaman, etish kerak. A bu hozir o'ziga bek xohlasa kaka qiladi, xohlamasa siymaydi, pampersga ishonib qolgan. Ikkinchidan bola уже o'sish kerak, o'g'il bola. Pampersni yechish kerak. Qo'li bilan teyyapti, asabiga teyyapti buni. Shuning uchun ham anaqa kaprizni, injiq bo'lib qolgan. Mayli hozir qurtlarni chetga qo'yib turaylik, parazitlar ham mayli. Buni oddiy fizikasini ochib yuborish kerak-da. Bu bir. Ikkinchidan shirani to'xtatasizlar. Eng muhim narsa oylariga ham tushuntirdim, antibiotik mumkin emas bolaga. Bolada virusni emas, bolada infeksionniy ko'payib ketgan. Keyin shira bityapti. Shu bityapti, balg'am tomog'i ishlayapti bolam. Buni ko'lab, bunga tegib qo'yishdan foyda yo'q. Lor nojib qo'ysa bu bo'ladi. Buni tozalab tursangiz, mayda kapillarlar yoriladi-da, adenoid. Buni askaridasini tushirasizlar, qurtlarni tozalaysizlar, shiradan ketkazasizlar, birinchi o'chirda xatna qilib yuborasizlar. Даже bizani lecheniyadan oldin bizga olib kelmasdan turib, Biz bu yo'g'on to'g'rilimiz keyin u o'z yo'liga qurtlarni uni endi xohlamang, ular baribir yashayveradi ichida. Lekin hozir buni fiziologiya, o'g'il bola-ku, xatna ko'pchilik rosa xursand bo'lib keladi. Bolani anaqasi joyiga keldi, asabi joyiga keldi, siyishi yaxshi bo'ldi, bola o'sib ham ketadi. Bagatir? Buni shirani aniq qilish kerak deyapsiz. Voy jonim, shirinligin. yo'lbarchi. Buni уже uylantirib deyapsiz, u hali smes ichyapti. Hali pampersda o'tiribdi. Buni shirinligini qarab o'tirib, bola полноценный, buni kestirish kerak. Pitaniyasiga tashlash kerak. Pampersni hozir yechib tashlang. Shu yerda yechib tashlang. Kaka qilsin. Bir marta qiladi, 2 marta qiladi, uchinchisida уже yig'lab keladi, almashtir deydi. Yig'lab kelyapti-da. Yo'q, aldamang. Yurmasdan Aldamang. ko'tarib kelyapti-da oldimga. Kechiribsiz, sizga qulaylik yaratyapti-da. Onasi Ya to'ppa to'g'ri aytyapsiz. Mana ichib qolganda. Jimorlarida buni berdingiz. Yashim. Tahorat qildirmayman deb pampers yildingiz. G'indisi shirinlikni berdingiz. Shunga chiroyli O'ziga ham yetib qo'ying. Raso qildingiz. Nimaga qarshi o'tirish kerak qizib ketyapti, ham ozgina sig'i bor.
Sabr. Ozgina issig'i bor oyisi. Qani, ana gribokda anaqa desa, futsis 50 talisini через день ichiming bo'pti. Bekorlarni 5 tasi. Gribok bosh miya, gribok nafas yo'lida, gribok oshqozonda, gribok bulbulchasida, gribok qonda yotibdi. Siz bergan futsis 3 kun bilan через день bilan gribok tozalab bo'lmaydi. Xuddiki mana bitta kosaga ovqatingiz achib qoladi. 3 kun turdi, oshxonada turdi, usti mog'or bosadi, tanani ham mog'or bosib qoladi. Uni tagida bronzina ketadi, infeksiya bo'ladi. Uni tagiga qurib keladi. O'zidan o'zi qurib kelmaydi. Kir joyiga qurib keladi. Tushundingizmi? Oldin mog'or keladi. A futsis bu zastoy bo'lib yotibdi ichida. Buni suv berish kerak bo'ladi. 1 litr suv shart. Siydirib tanani tozalash kerak. Siz uchun bu bilan ochib tashlash kerak. Kim bilan turib qo'yasizlar buni? Shunligini qarang. Xo'p, nevrologiya, bosh miyasida nevrologiya. Nevrologik dori berib qo'ying. Zamburug' bo'lgan, pishvoy allergiya bo'ladi. Shundan gribok hisobiga qizib ketyapti. Ham issig'i bor degan olmush. Allergik skleroz gribok полный ketyapti. И oligofreniya degani bu ozgina nuqta rivojlanish orqada qolyapti degan. Mana oligofreniya. Miya bilan bog'liq, bola gapirish kerak. Bolada pampers yechishingiz kerak. Fiziologiyasiga to'g'ri kelmayapti o'sha. Tushundingizmi? 1,5 yoshda, 2 yoshda boring, pampers tashing, 4 yosh bo'lyapti bola. Bunga oddiy tushuntiring, bu ozgina anaqa qilmang. Invalid bo'lyapti desangiz tushunadi bola. Yo, Invalidga qadam bosyapti. oligofreniyani tushungan ona hamma narsani tushunadi. Richter orqada qolyapti, miyada chekinish degani bu haligi pampersini yechmayapti. Xafa bo'lmang, hazillashyapmiz, lekin bolada oligofreniya ketyapti, nevrologiyasi bor. Anaqani hozir xatna qilsanglar o'zi bo'ldi, o'zi ancha-muncha ish hal bo'lib ketadi. Noshiri ko'payib ketgan. Nasoglodkasida ham gribok. Antibiotik mumkin emas. Birinchi qiladigan ishinglar mana shu narsa. Boshda yomon narsa yo'q. Tromblari yo'q, sotrясенияsi yo'q, problema yo'q. Faqat gemoglobini past, kislorod kelmayotgani hisobiga bolada rivojlanish orqada qolyapti ozgina. Bu yo'lda fiziologiyada zastoy ketadi. Anaqa qilish kerak-da, bolani harakatga keltirib olish kerak. Хорошо? Xudo xolasi zo'r bo'ladi. Lekin askaridani tushirib tashlaylar mana. Askaridoz, gribok, pishvoy allergiya ketyapti, gipogenizm qo'li bilan ko'p teyapti, kataralni degani ko'p shirayapti, oligofreniya ozgina anaqasida bolada отклонение bilan chekinishi farqi bor. Отклонение u fizически умственный отклоненный bola deydi. U boshqa narsa. Полноценный bolani aktivlashtirish kerak, gapirish kerak, kaka qilaman, siyaman, ovqat yeyman deyish kerak. Хорошо? Qo'rqib ketmang. Qoshini qoqib qo'yishini qarang. Yana bir marta qo'l tasha. Menga ham shunaqa nevaralar bersin. Issig'i bor lekin, gribok. Salani ustini. Yechib borasizmi mana buni ozgina? Yechib boring. Oyog'i ham isib ketdi-da, issiq bo'lib ketdi anaqalar. Yo'q, ukol qilmaymiz, isib ketding, toy bola. Isib ketding. Lekin anaqasiga ham xatni qildirsanglar ham anaqasi sal bitib olgandan keyin olib kelsanglar ham bo'ladi. Kapelnitsa, ayo, вообще-то klizmalari bor, qila olmaysizlar. Kumush tilla kapelnitsa bor-ku, tez bitirib yuboradi anaqani. Shu yalaqlanib turgan joylar. U kestirganimizdan keyin qachondan keyin olib kelsak bo'ladi? Bitirib olasizlar, bemalol o'sha bitib yaxshi bo'ladi. Endicha ozgina o'ziga bog'liq bo'ladi o'shatlari bitib ketishi. Обработкалаringiz, levomikollarni qo'yasiz, keyin olib kelasiz, хорошо? Klizmalar qilib shu yerda tushirib. Ha, klizmalar qilib, oshqozonlarni yuvib, tozalab, hammasini qilib beramiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, хорошо? Bir kunda 3 mahal, 4 mahal ichi yumshoq keladigan bo'ladi. Shu oxir payt tomog'idan ovqat ham yemadi, o'shanga ham ichi qotib mana. Endi anaqada burnini yopib qo'ygan o'zingizda misolda, men yopilib qolganda bu ochuv degan. Yoki bu yopildi, bu ochuv degan. Chunki bu yerda anaqada qiynalyapti. Хорошо? Hozir mencha ham
nevrologический yozdim. Parazitarka gastroenterologический yozdim. Ham urologический. Bu nima degani? Siyish kerak bola. Urologiya degani bulbulning atrofida turgan tuzlar hammasi chiqib ketishi kerak. To'rtta narsani kompleks qilib yozib berdim, xo'p? Lekin sizni o'zingizga bog'liq oyijonisi. O'zingizni armiyaga olasiz 3 oy bola bilan. Armiyaga jo'natamiz sizlarni. Yaxshilab o'qit qilsangiz, parvarish qilsangiz, bola juda ham polnoценный. Immuniteti ham zo'r bolam. Qarashini qara. Men bilan qolasanmi? Mana 7 kunlik lecheniya soyisi. Asosan 5 kuni tozalov, oshqozonni yuvamiz, ichaklarni klizma qilib tozalaymiz-da. 5 xil kapelnitsasi bor. Qondan tozalayveramiz. Tushuntira oldimmi? Uyga borganda 2-3 mahal ichi surib kaka qiladi. Buni oldin kestirib Xavotir qil. Ha, kestirib boringlar. Birinchi kestirib borishinglar kerak. Hozir anaqa bunichi pampersini ham yechish kerak. Mana hozir pampersini ham yechib tashlash kerak. Hozir yeching, mart bo'lsangiz. Siysin yo'lda. Qanaqa olib ketaman? Qanaqa olib ketasiz? Biz qanaqa katta qildik bolalar. Bilingiz, bursizlar ham katta qilinglar shunaqa. Sijenaga siyvorsin, mosh stolga siyvorsin, ustingizga siyvorsin. O'z gilamlari ham rasvo qildi. Rasvo qilsin, voy, gilam nimaga yotibdi uyda? Qo'sha gilam. Siriyskiy gilamlar. Bolalar kaka qilib siyish uchun qo'yilgan. Marsh, kengilarni chaqiringlar. Hazil, lekin anaqa gashok qo'yib qo'ying. Yoniga tualet anaqa o'sha общий ko'zi tushsa ham borib gashokka o'tiradi. Bekorlar. Mana aldolmaysiz. O'zingizga udobstvo yaratmang. Marsh. Dorilarni ichirib turasiz. Qatnaqa bo'lib, bola o'ziga kelib, anaqalari yaxshi bo'lib ketgandan keyin olib kelasiz, xo'p? Men bu dorilarni hozir ichirishni boshlang. Kestirganinglardan keyin ham bu o'zi zo'r yordam beradi. Xo'p? Qog'ozlar bilan hammasi bitib, yaxshi bo'lgandan keyin olib kelasiz. Ungacha mamlarni ichirib turasiz. Polni uyda. Bir kunda ichi 2 mahal, 3 mahal, 4 mahal keladi. Sip tashagan, hamma yoqqa choptirib tashagan. Oyingga nakazaniya bo'lsin, pampeslarni tushirib tashlang pastga. Voy, bulbullarga yopishyapti. Chopaqa. Keyingisini olib keling. Salomat bo'linglar. Tuzalib ketinglar. Salomat bo'linglar. Mana yo'lda bor xatna, to'g'ri o'tib ketaveringlar. Veruniyda ham bor. Toshmiyda ham bor. Endi pinxona qilinadi-yu bu. O'zaro qorasizlar. Oyisi bitta qatlama bilan holvatdan qoradi. Kakras osh damlab orasizlar. Xayr. Ukolim yo'q meni. Mana shunaqaman. Salomat bo'linglar. Bo'pti, mana yaxshi yetib olinglar. Lekin bolangiz rosa polnoценный, immuniteti ham hammasi joyida. Qurtlarni tushiring, har narsani qiling, bola zo'r o'sib ketadi. Lekin antibiotik qilmang, hech ham antibiotik qilmang. Bo'pti. Salomat bo'linglar. Keyingilar kim bor? Men bittacha dori yozdim-da. Anaqasini ichiraveringlar. Dorilarini olib ketinglar-da, qizlar berishadi. Mama papayani chaynatasiz. Ovqat yeb bo'ladi. Berasiz, chaynaydi. Ichichi yumshoq keladi. 2-3 mahal. Mamnisini taxirroq kapsulani ochib yubormang. Mamni ovqat mahal bering. Ammo kapsulani ichirishim kerak. Ha, kapsulada hammasi. Xavotir qilmang, xo'p? Kapsulani qanaqa yutib turaman endi? Anaqa shokoladni yutyapti-ku, ketidan yutqizib yuborasiz. Icha olmasa, qarang, olmani qirasiz. Blenderdan chiqarib yuboring. Olmani oling-da. Olmani ichiga solib yuboring. Hammasi bizga. Qo'shib yuboring, ha. Shunaqa bersa. Yogurt qiling-da. Kefir olasiz, chiya solasiz. Haligindagi asal, mevalarni soling-da, kapsulani oching-da, yogurt bilan yedirib yuboring. Superflorani mazasi yo'q. Shunda ochasizda og'ziga sepib qo'ying. Do erib ketadi. Хорошо? Chiyaga o'tkazing bolani. Choy qoshiq chiya bering, ichi rosa yumshoq keladi. Yo'q, u unaqa semichka-ku. Kechqurun yuvib qo'yasiz, qatiqqa solib, ertalab yedirasiz. Banan, malinalar solib qo'ysangiz, o'zi maza qilib yeb oladi. Kapsulalarni ochib ichiga solib yuboring.
И asalga aralashtirib ham bersangiz bo'ladi, ozgina. Ko'p emas. Хорошо? Ha, ozgina. Ha. Ha. Yana shunaqa. Keyingilar kim ko'rish? Sizmi? Farishta, olib keling. Kelinglar. Yaqinroq o'tirib oling oyisi. Familiya oyisi yoshi nechida? 2ga to'ldi. Xo'p. Endi bir boshdan oyisi o'zi tug'ilganmi bola? Kesar bor. Vaqtida tug'ilganmi? Sal oldinroq. Oldin qancha oldin tug'ilgan? oldin. 3 hafta. O'zi qanaqa keyin? O'zi tug'ilgandan keyin o'sishi yaxshi bo'lgan? O'sishi yaxshi. Yaxshi bo'lganda nevrologik dorilar, unaqa narsalar ichmaydi. Ichadimi? Hozir to'xtatdik, ichib yurdi. 1 oycha bo'ldi to'xtatdik. 1 oycha bo'ldi. Nimalar ichadi? Pantagam ichdi. Mam oxirgisida scenarizm ichdi. Magniy B6, ACB ichdi. Ichardi. Nevropatolog yozganda-ya, plan hammasini. Nimaga yozgan? Tug'ilgandan beri nevropatologga borib yuramiz. Tug'ilgandan beri nimalar bo'ladi? Nima asoratlari? Oxirgi marta gapirmayotgani uchun olib bordim. 2 yosh bola. To'ldi, umuman vaksinasiz gapirmadi. Hop. O'shanga olib bordim. Hop. Boshini tushirdim. Anaqa gapirdi, yo'q, seryozni unaqalar yo'q deyishdi. Lekin o'sha gapirishni rivojlantirishga dorilar yozib berdilar-da. 2 yosh hali risa vohli-ku, gapirmasa ham. 3 yosh ham normal o'g'il bolaga. Oyni ham deydi, hech narsa deydi. Puli bilan tushunadi. Gapirmayotganiga aniq qildim. Xavotir qildingizmi? U o'zi gapirishni boshlayotgandi, keyin juda og'ir kasal bo'ldi. Tinimsiz. Nima bo'ldi? Birinchi pnevmoniyadan boshlandi. Srazu kuchli ukolga qilib katta dozalarda kuchlarni qilib beryapti. Immunitet nol bo'lib qoldi-da. Keyin yana qaytalar. Keyin 5-chi больницада yotdi. Keyin qizamni yuqtirib oldi. Ertaga chiqib qizamni больницада yotdi. Ketma-ket. Disbakterioz xullas 4 oygacha tinmadi. 10 kunlab. Qo'yavering. 4 marta 10 kundan mana juda ko'p anaqa antibiotiklar olgan, reanimatsiyada yotib chiqdi. Xullas juda og'ir. Nima antibiotik oldi oxirgi marta? Oxirgi marta mana shu pnevmoniya bo'ldi, dekabr oyida. O'shanda sifraksion qildik. Yo'q, sifipin qildik. Sifipin qildinglar. Естественно, gormonlar ham qilishgan. Reanimatsiyada yotgandan keyin gormonlar ham qilishgan. Reanimatsiyada endi juda kuchli dorilar ham qilishdan. Lekin bola aktiv, yaxshi anaqasi. Aktivnosti. Yo'q, to'xtatmang, harakat qilaversin. Aktivnosti yaxshi-ku. Aktivnosti yaxshi. Ko'z tegmasin. Keyin buni anaqaga Shuncha og'ir kasalliklardan chiqqan bola-da, qarang. Значит, immuniteti yaxshi-da bolani. dengizga olib bordim keyin. O'zimdan oldin ham kasal bo'lishdan oldin olib bordim. Shamollab yo'talib yurgan bo'lib tuzalib qoldi dengizga borib. Keyin o'shanga yana olib bordim. Молодец. Hozir nima bezovta qiladi oilangiz? Hozir Tegmay tur bolajonim. Tomoq og'riydi. Keyin o'shani qilib ko'rganimda internetda pampersni achtirayotganimda-chi po'ppasidan turib turmaydi, endi oqtovchi ko'la bo'lib qoladi. Har safar pampers ichgan qo'li ko'padi-da. Orqa teshigiga bezovta qilyapti. Tushunarli. Og'zidan неприятный hid chiqadi. Qizlar, bolachani yotqizinglar apparatga. Ichi yaxshi emas, kelish. Ichi yaxshi emas. Orada juda qotib qolib, qiynalib shunaqa qilib bo'ldi. Hozir bir kunda bir mahal keladi. Bir xillarda shu olma berib, mana shunaqa qilib keltirib olamiz-da. Молодец. Badanida toshmalari yo'q? Yo'q, Yaxshi. Apparat oling. Ushlab turing. Lekin ko'z tegmasin, parvarish yaxshiligini hisobiga bolangiz полноценный. Agar уход yaxshi bo'lmasa, parvarish yaxshi bo'lmasa, shuncha antibiotik, shuncha gormon, tем более reanimatsiyaga tushdi, ketma-ket virusni qizami, unaqa bola ko'tara olmaydi-da, slabinki bo'ladi, bola aktiv, yaxshi. Bu самое главное sizga bog'liq-da. Bu yerda sizni qillab qolgan kuchi yo'q o'tirishga ham.
faqat quyon, til, kachalka, masalashlarni qaynatib, Молодец. Tabibda, o'zi tabib, o'zi vrach. Magazindan hech narsa yedirmayman. Yogurtini ham, Молодец. magazin hech narsasini. Молодец. Deydi, man Yo'q, shunchalik tushuncha bor. Yosh ona bolani shuncha og'ir kasallardan olib chiqib olish avvalambor Alloh. Ikkinchidan doktor deymiz, dori deymiz, lekin aytganingizdek mana даже dengizni gapiryapsiz. Shu darajada tushuncha borki, shu bola havo almashtirish kerak. Uhud bilan, parvarish bilan shundoq kelganda, bu gul. Hozir 3-4 kun qaramay, birpasda shilqillab tushadi. Hozir aytyapsiz, bolani aktivligini ko'ryapsizmi? Bu reanimatsiyadan chiqqan, qizamuni o'tkazgan, to'xtab qoldimi? Yo'q, olmay tur. Olmay tur, hozir ozgina qoldi bolajon. Mayli, endi o'tgan ish o'tgan, bo'lgan ish bo'ldi, licheniyalari boshqasi. Oysa ko'rinib tursangiz ham bo'ladi. Hozir самое главное qurtlarni tekshiramiz. Bu ildizi, daraxtning ildizini tegi deyiladi. Qurtlari, infeksiyalari bo'lmasa, bola yana immunitet yaxshi bo'lib ketadi. Shuncha olingan gormonlar, dori, ximikatlar ham tozalov bilan birga chiqib ketadi. Tanasida qolib ketmaydi. Muhimi bolani jigarida qolib ketmaydi. Chunki jigariga aslashni beradi. Keling, xola o'tirib oling. Keling. Bu hamma narsa ta'sir qilmayapti. yaxshi bo'pti-da, ta'sir qilmagani. Zo'r qilibdi-da. Vitamin mumkin emas. doktor yozib bergan. Yo'q, jonim, mumkin emas. Qarang, parazitlari bor organizmga, не то что bolangizga. Tanada gribok bor. Glislarga lecheniya qilmasdan turib vitamin berish mumkin emas. Aslo. Тем более siropli vitamin mumkin emas. Просто mana внимательно oysiz, bu narsani imitib vidu qiling. Siropli vitamin mumkin emas, jevательный mumkin emas. Ayiqchalik, medvedchalik vitaminlar aslo. Bular to'g'ridan-to'g'ri parazitlarni boqadi. Zamburug'larni boqadi-da, bular undan ko'payib ketadi. Keyin бесконечно lecheniya bolada balg'am, shamolladi, tomoq og'ridi, tugamaydi bu narsa. Vitamin mumkin emas, отличный vitaminlar tip mumkin emas. Berish kerak. No, bunaqa bolachalar bir kunda 2 mahal, 3 mahal Kecha keldimi? Kech faqat shu. O'zingiz nima sohadasiz? Nima ish qilasiz? Buxgalteriya, Men o'zim xursand bo'lib ketaman. Anaqa yosh onalar уже bolani yedirish ichirishda, mana tarbiyada bu boshqa narsa. Sog'lom bo'lish uchun qiziqqanligi rostdan ham xursand bo'laman, hurmat ham qilaman. Suv ichirish kerakligini, gigiyena rioya qilish kerakligini, ovqatini. Faqat shu ozgina tushunib bilmay qolgani vitamin berib qo'yishadi, to'g'ri ichib qo'yishadi, gormon, antibiotiklar eng xavfli narsa hisoblanadi. Yemishlarni yerga qo'ydi. Yaxshi. Lekin bu dumbalarni kanda qilish kerak emas. Dumba yedirish kerak. Sho'rvalariga, dumlamalariga o'zi yemaydi primoy. Ovqat ichiga solish kerak. Qaynatma berasiz, qaynatma sho'rva berasiz. Buncha kichkina dumba tashab qo'yish kerak. Blender qilsangiz mana shundoq bo'ladi. Ichini yumshoq keltiradi. Bu yaxshi yog'dek, xolesterin emas. Sho'rvaga sovaring, dumlamasiga, ovqatlariga sovaring deb ezg'ilab yedirib boravering. Dumba o't haydaydi. Juda ham yaxshi o't haydab beradi. O't haydagan hisobiga ichi yumshoq keladi. Yoningdaman, qo'rq. Bo'ldi, ozgina qoldi. O'tkasini ham ko'rib bering. O'pka nafasini. Bu alveola deydi-da, bu bronx yo'llari. O'pkani ichida atrofida mana o'pka qizil o'ngach, alveola. Ana keyin o'pka bo'ladi. Hamma o'plar. Endi hozir birinchi apros o'tkazamiz. Bola
bolani ko'proq qatida slabiy joyi bor. Nima kasallikdan boshdan o'tdi, nima bo'ldi? Shunga qarab keyin tekshiruvga qo'yib yuboramiz. O'g'il bolalarda обязательно teliga tekshirayotganimizda sidu yo'llari ko'riladi. Hozirgi sizlardan oldingilarni даже birinchi xatnaga jo'natib yubordi. Xatna qilish kerak, o'sha 3 yosh, 4 yoshga qarab ketyapti bola, hali kesdirilmagan. Qancha tez qolsa o'g'il bolada, shuncha tez ana o'g'il bolada rivoj yaxshi bo'ladi. Chunki axlat sidu bilan axlat orqa bilan chiqadi. Sidu yo'llarida tutilgan bo'lsa, buyrak gastrozida bo'ladi. Bola doim shamollayveradi. Nafas yo'llarida balg'am yig'ilib qoladi. 1 yoshga. Ya, o'zi vaqtida 1 yosh, 1,5 yosh. Hozir aslida yengillashtirib olasizlar-da, orqasiga narsa tiqib qo'ying. Muzlab qolmasin orqasi. Hozir ozgina qoldi. Shunaqasini qo'yinglar. Chunki nevrologik dori ichishingizga bosh miyadan bo'lmasligi mumkin-da. Bu hammasi kimikal. Oshqozonda cho'kma bo'lib yotadi, ichini qotirib qo'yadi. Kimikal dorilarni annotatsiyasini olsangiz, kraxmal, tal bor, yordamchi moddalar bor. Bularning hammasi cho'kma bo'lib qoladi, ichigini axlatlantirib qo'yadi. O'sha joydan keyin ichib kelishi yaxshi bo'ladi bolani. Ortiqcha moddalarda ular tanada qolib ketadi. Nevrologiya tizimining narsasi ziyora olavering. Bola o'rsiz bola. Qo'yvar yana. Puteshiyestriga ketsin. Hamyon dabdalasini chiqarib. Dabdalasini chiqarib qolsin-da. Bulardan aylansin. Chiqarib yuboring. Xo'p, prezentatsiya qilasiz. Nima shira yedirasiz hozir? Shira. Yogurtlar, biskutlarni, siroplar ham chiramismi? Nan ichadi, o'shani shirinroq lekin. Nan ichadi. Emizmaganman-da, o'shani mayda ichadi. Bolachizda gamlasi bor oyisi. Buton sigara juda baland gamla bor. Diskoliziya, askarida, gamla, askarida. Shular o'zicha, bular oila hisoblanishadi. Lamla bor joyda askarida avtomatik bo'ladi. Bular bor joyda astritsa bo'ladi. O'zi asli tanada hammada astritsa xuddi bo'ladi. O'zi tabiatan bizda bo'ladi ichimizda. Lekin buni ko'rsatkichi bor. Ko'rsatkichi ko'tarilgan sari kasallikka olib ketadi. O'zi qaysidir bir mikro anaqaladi, ko'rsatkichi tanamizda yashaydi bo'ladi. Lekin mana bunda astritsasi ham bor, lamlasi ham bor, askaridasi ham bor. U askarida. O'sha askarida, qani o'shnaqasi ham bor. Mana askarida o'z bolachizda. O'zi boshidan shamollab, nafas yo'llari, bronx yo'llarida mana shu narsalar qilgan bo'lganda. Endi baribir bolnitsani, dorini, reanimatsiyaga tushganda ekstreni hech kim admin qila olmaydi. U birinchi yordam, bolani og'ir holatlardan olib chiqib olish kerak. Lekin uni doimiy berish o'sha noto'g'ri narsa. Lambiroz bolachada, askarida, однозначно. İçi shundan ham qotyapti. Mana jigari. Qo'ying, indamang. Jigarda dimlanish, jigarda unaqa bor, jigarda shish bor edi. Platnyonni jigarida. Endi bu ham tabiiysi, xavotir qilmang. Chunki hali ketayotganingizda gormonlar, antibiotiklar, kuchli dorilar hammasi jigarga nagruska beradi. Askarida bor joyda tanada har doim infeksiya bo'ladi, vоспаление bo'ladi, o'zidan zahar chiqaradi bo'ladi, u tanani zaharlab qo'yadi. Tushuntira oldimmi? Bolani bir kunda 3 mahal ichi ravon keldi, bola sodda qolgan. Ishoning, yedi kaka qildi, yumshoq ichib ketib tursa, bolada hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Tushuntira oldimmi? Lekin yana qaytaryapman, hali nevrologik dorilarni aytmay kelasan. Neza. Bolani askaridasini tushiring,
nutqi rivojlanishi boshlaydi. O'shanga qaraydi. O'sha birinchi o'lchab qaraydi. Buni hozirgi nevropatologlarni bilmayman. Bizi paytimizda ustoz nevropatologlar bo'lgan kuchli vrachlar birinchi o'rinda bolani parazitatsiya qilib turib, ana undan keyin nevrologiyasiga dori berilgan. İçi yaxshi kelmagan bola, xuddi bor bolaga dori, nevrologik dori berganingiz sari bolani faqat minusga olib ketasiz. Tushuntira oldimmi? Endi ana qo'pol tushuntiring, bir kosa ovqat ichida qurtlar borda, bola har kuni o'sha ovqat yeyotdi, chunki ichida-ku tanasida. O'sha infeksiya chiqaraveradi, balg'am chiqaraveradi. Qon quyuq bo'lgandan keyin bosh miyada qon yaxshi aylanadi. Bunga ham rivojlanadi. Lekin bola giperaksivlik tag'in bolani uspokоить qilib tinchlantirib o'tirmaydi. Bolani tabiiy aktivnosti bo'lishi kerak. Birozni izuchat qilyapti hamma yoni. O'rganib chiqyapti, tiyib ko'ryapti, qiziqyapti, lapsha yeyib o'tirmayapti-da bola. Lekin silu yo'llarda o'zlari bor. Qo'y bilan tiyapti. Ko'p o'ynayapti. Yog'iga olib bormaydi. Mana orqasidan chiydi. Hozir deyarli yemeydi peki. Askariydi. O'g'il bola Xo'p, oyijonisi. Miyada grippoviy поражение ketyapti. Buni miyada virus deydi. Tushuntira oldimmi? Grippok kishishlik orqali grippoviy поражение beryapti. Bu bir. Bola anemichni, qoni kamayib ketgan. Bolani qonini ko'paytirsangiz, qoniga nevrologik holatlari yaxshi bo'lib ketadi. Vitamin keladi. Tushuntir oldimmi? Nevrologiya bor. Bolada hech qanaqa nevrologik yomon kasalligi yo'q. Yo'q. Askariylarni tushirasiz, bolani qonatsa yo'lga qo'yasiz. Ko'p yiqilgandi boshi bilan, o'shaning uchun nevropatologga olib borgan. Juda ko'p yiqilgan. Aligarlarniyasi ham bor. Nutq orqada qolishi bor. Nutq rivojida orqada qoladi. No, askariylar 100% garantiya beraman. Askariylar tushunmoqchi, endi tushiradi, yo'llari bor. Lekin bolani men nima gapiryapman? Qayta dori berib, antibiotik berib, reanimatsiyaga 2 yosh bola qayta bolnitsaga tushirib, endi nevrologik lecheniya olyapti, lekin bolani ichida 3 xil qurti bor. Bu tana tasassurda idishchi. Tanamiz hamma ovqatni o'shadan yeydi ichkaridan. Miyaga ham oshqozon orqali, qon tomirlar orqali keladi ovqati. Yegani miyaga singadi. Yegani suyagiga boradimi? O'sha shirin tansiq ovqat ichida qurt yuribdi-da, bolani tanasi o'shadan oziqlanyapti. Hozir agar sizga bir kosa osh damlab, ichiga yarim piyola qurt tashlab qo'ysam, tasavvur qila olamiz. Bunaqa gapirganda odamlar ko'p tasavvur qila olmaydi. Lekin mana hammaga aytib o'taman, 1 oydan 2 oy, 3 oy to'liq vaqt beramiz. Bola polnotsенно o'sib ketadi, rivojlanishi boshlaydi. Tozalash, tiklash, oziqlantirish. Kelishiga natijani 2 oydan keyin ko'rish boshlaysiz. Tozalovlarni qilib olasiz. Ildizini, daraxtiga tozalab olgandan keyin, yaxshi oziqa bergandan keyin chiroyli meva olasiz. Birdan meva chiroyli bo'lib qolmaydi. Qanaqadan to'g'rilanish kerak. Bo'lmasam bu meva chiriydi, bugun reanimatsiya, bugun antibiotik, bugun gormon degandaydi, ildizi chirib yotaveradi daraxt. Keyin bizda boshqa yosh bolalar ham bor, bizda. Bu qushlar suya orqali, ovqatlari garshok orqali, keyin tirnoqlarning atrofida naqalardan yuqadi. Bundan qanaqa qilasiz? Ichagini sog'lom qilasiz. Bizani himoya, to'g'ri gigiyena kerak. Tashqi gigiyena, tirnog'i, tursiylari, pasteli, sochig'i, idish tovoqlari, garshoklari gigiyenaga kiradi. Bu 10% ishlaydi. 90% ichki gigiyena kerak. Yedi paka qildi. Mana gigiyena. Ketmaydi ichida. Yedi chiqib ketadi. Tushuntira oldingmi? Bolachizgacha men toza kumush yozib beraman. Ichirasiz. Shvetsarskiy, qo'ng'iroqlangan,
boshidan 3 mahal 1 oy ichirasiz. Shunaqa ko'rasiz bolalar, zo'r razilcha bo'lishi. Maqolatalari ham chiqadi, skvizlari ham chiqadi, infeksiyalari ham chiqadi. Ay, sekin. Lekin yaxshi aktivistcha. Davolaganimizdan keyin yana yo'qolib qoldi o'zimcha. Chunki dangida jiyanlarim deydi. Endi qay? Bulutga borishim. Yuqargandir. Yuqori moya bolani ko'klarda olib yurolmaysiz. Yo'q, himoya qilish. Himoya qilish, yana qaytaryapman. Birinchi o'rinda tayinli vitamini bu endi joyida ekan, polnoценный. Самое главное, ximika dorini ko'paytirib berib tashamang. Faqat ekstremal holatda berish mumkin. Doimiy bunaqa dorilarni ko'p ichib tashamang. Ikki shishligiga e'tibor berasiz. Mikroflorasi yaxshi bola yedi, katta hojatga bordi, mana shu immunitet degan. Mana shu himoya degan. Siz ham mana himoyalanmaganmiz. Menga ham yuqadi, bolaligidan yuqadi, hammadan yuqadi. Biz himoyalanmaganmiz. Общественный joydan ovqat yeysiz yuqadi. Общественный joyda yurtingiz yuqadi, puldan yuqadi, ovqatdan kiradi. Muhimi ikki karra toza bo'lsin. Kishishlikda yaxshi ishlab tursin, siz bakteriyozni chiqartmasin, mana shu sizning himoyangiz. O'shanda xotirjam bo'lasiz. Lekin bu agar o'ylaysiz, miya jinni bo'lib qoladi. Voy andan yo'qdi, voy bundan yo'qdi debchi, miya o'ylayveradi, xavotirga tushib qoladi. Yo'q, xavotirlanmang. Yo'li shu. Kelishligiga har 6 oyda bir marta tozalab turasiz bolaga. O'g'lingizga 3 oydan keyin qaytarasiz. 3 oyda, keyin yilda 2 marta ichini tozalab, vitamin chelarasiz. Foizi qattiq qildiramiz. Bizda men yozib berdim. Qolganiga uy sharoitida ham o'zini maxsus dorilarni ichirib, bolani qutini tozalab turasiz. Tozalaysiz, tiklaysiz, qo'saqdan turasiz. Hozir bitta qanaqa yumshadi? Hozir qizlar tushuntirib berishadi, ketma-ket yozdim. Samim glavomin mana vitaminni bermang, o'zi bermas ekansiz. Yana eslataman, oq un mahsulotlarini emas, искусственный shakar, shirin mumkin emas, dudlangan go'shtlar mumkin emas. Kelishdiga? Nonni-chi arpa noniga yoki kepeli nonga o'tkazing. Eng zo'r non yaxshi ko'radi. Novvotor o'zi savoladi. Nova? Ashira yemaydi menga. Baribir. Bir novvotor xurmo bering. Ozgi savol. Xurmo bering. Eng zo'ri xurmo. Anaqasini, ko'chishkasini chiqarib tashlaydi, danagini. Ikkita, uchta xurmo berib qo'ying. Vaqti bevaqti. Ichini ham yaxshi keltiradi. Chem shokolad yeb, novot yegandan ko'ra. Salomat bo'lasiz. Keyingilar, kiringlar. Anaqa berib o'tib keting, tugal shu. Прямойda o'tiribdi. Nima deyish kerak? Просто diagnostikalaringiz tugadi. Bugungi tugadi. Meni ham energiyam tugadi. O'zim ham charchadim. Onajonlar, iltimos, antibiotik qilishdan oldin, gormonlar qilishdan oldin, eng muhimi aptekani vitaminlarni berishdan oldin juda ham ehtiyot bo'linglar. Eng xavfli narsa bu aptekani vitaminlari bo'ladi. Haqiqatan xavfli narsa hisoblanadi. Siropligi eng xavfligi. Jevательный vitaminlar eng xavfligi. Ano krasители bor, ayiqchalik, yana bir narsalik, quyonchalik bo'lgan vitaminlar bu qonni ziyon narsa hisoblanadi. Mumkin emas. Alohida vitamin berasizlar, lekin oldin yaxshi bolani organizmini gijalardan, qurtlardan, infeksiyalardan tozalab olish kerak. Ana undan keyin alohida mikroelementlar berasizlar. Kerakli mikroelementlar. Bu birinchi o'rinda kalsiy, magniy, D vitamini ham ehtiyot bo'lish kerak. Organizmni tozalab, jigar o't yo'llarini to'g'irlagandan keyin D vitamini berasizlar. Qolgan vitaminlar eng zo'ri, so'rashibdi, spirulin eng zo'r narsa. Spirulinning ichida ham oqsil bor, ham vitaminlari bor, ham mikroelementlar bor, даже yod bor spirulinning ichida. 4 ta spirulin tabletkasi 200 gram go'sht o'rnini bosadi. Bola go'sht yesa yemasin, lekin spirulin bersanglar bolani tanadagi mikroelementlarni balans to'shagan bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, bolachalarni ehtiyot qilinglar, suv ichishga e'tibor beringlar, telefonni olib qo'yinglar qo'lidan, eng kuchli nazorat qilinglar. Salomat bo'linglar.